Endi sizning telefoningiz parolini o'zingizdan boshqa hech kim ocha olmaydi. Telefoningiz paroli har daqiqada xuddi hakkerlardagi o'zgarib turadigan qilishni o'rgatib qo'yaman. Mana hozir telefoningiz blokda. Telefoningizni blokdan ochish uchun soatga qaraysiz. Mana 16:48 bo'ldi. 16:48 teraman. Telefon parolidan ochiladi. Har soatda soat o'zgargani sari sizning ham parolingiz xuddi shu soat bilan bir xil bo'laveradi. 16:49 bo'lsa, 16:49 terib telefoningizni ochasiz, hech kim parolingizni bila olmaydi. Telefoningizni bunaqa qilib qo'yganingizdan keyin siz telefoningizni blokdan ochishga qiziqadigan har xil krisa odamlar umuman siz telefoningizni blokdan ocha olmaydi. Bu narsa o'rtoqlar iPhone dan tashqari barcha smartfonlarda o'xshaydi. Hozirroq nima smartfon ishlatishingizni yozib qolding hamda profilim shapkasiga o'tasiz. Bu yerdan ilova yuksuz bot joyiga bosasiz. Bu yerdan yuklash joyiga bosib mana shu simkaga bosamiz. Maxsus botimiz ochiladi, botga start bosamiz va mana shu joydan vaqt blok joyiga bosib mana shu maxsus ilovani tekinga yuklab olasizlar. Keyin mazza qilib mana shu funksiyadan foydalanasizlar. Bu videoni hozirroq barcha yaqin do'stlaringizga jo'natib qo'ying, yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'ying. Siz ham hozirroq mana shu narsani sinab ko'ring. Video sizga aniq foydali bo'ladi. Menga rahmat shart emas, o'zingiz bilasiz nima qilishni.